Bütün dünya musulmonlari 21-aprel Ro'za Hayitni tabriklayotgan bir paytda Xitoy rejimi burungi qilmishlarini qayta takrorlab, Hayit kunini qasddan bir kun keyniga surib o'rinlashtirdi. Xitoy taratqullaridagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi aslida 21-aprel tabriklanishi kerak bo'lgan Ro'za Hayitni Sharq Turkistonda 22-aprel deb uqtirish tarqatgan bo'lib, qasddan bir kun keyniga surib o'tgan. Ammo Xitoy rejimining nomussiz qilmishi buning bilan to'xtab qolmagan. Xitoy rejimi turli cheklamalarning sirtida bu qitimliq Ro'za Hayitni saxta tashviqoti, assimilyatsiya siyosati uchun foydalangan. Xitoy axborot vositalarida e'lon qilingan ba'zi xabarlarda Xitoylar bilan Uyg'urlarning birlikda tamoq etib yeb Ro'za Hayitni tabriklaganligi, atalmış millatlar ittifoqligini kuchaytirganligini tashviq qilgan. Haftalardan buyon Indoneziyada turli faoliyatlarni elib berayotgan Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulakim Idris Efendi 13-apreldan boshlab Malayziyada Uyg'urlar masalasini tonishtirib kelayotgan edi. U 19-aprel kuni Malayziya poytaxti Kuala Lumpurdagi Darul Islom markazida o'tkazilgan iftor so'rinda Malayziya bosh ministri Anvar Ibrahim Efendi bilan uchrashib, uningdan Uyg'urlarga yordam qilishini talab qilgan. İftar so'rini oxirlashganda Abdulakim Idris Efendi bosh ministr Anvar Ibrahim bilan qayta ko'rishib xo'shlashgan. Xo'shlashishdan ilgari u Anvar Ibrahim Efendiga Uyg'ur do'ppisidan birini, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatiga va orzu tilaklariga oid bir maktubni hamda o'zining Qizil qiyomat nomli kitobini taqdim qilgan. U Sharq Turkiston xalqining navbatdagi vaziyatining ig'irligini ta'kidlab, uningdan yana bir qitim Uyg'urlar uchun yordam so'ragan. Bugungi Uyg'ur she'riyatining muhojiratga izbosarlaridan biri bo'lgan Mutallib Saydullohning Ayrilish marsiyasi nomli asari Turkiya Bengu nashriyat tarafidan nashr qilindi. Dotsent doktor Nurmuhammad Qurban tarafidan Uyg'urchadan turkchaga o'zlashtirilgan asarda muhojiratga Uyg'urlarning his-tuyg'ulari aks ettirilgan. Shoir bormoqchi bo'lgan vatani va o'zi yaxshi ko'radigan, lekin jam bo'lolmagan tuqqanlari bilan bo'lgan hissiyot aloqasini she'r tili bilan ifodalab bergan. Amerika istixborot doklatidan keyin Tayvan tarafdan Xitoy bilan bo'lgan urush ehtimolligi haqida muhim bayonot e'lon qilindi. Tayvan tashqi ishlar ministri Joseph Wu bayonot e'lon qilib, Xitoy bilan bo'lgan munosabatning yo'nalishini ko'rsatib berdi. Ministr Wu o'zi qatnashgan bir programmada 2027-yili Xitoy bilan urush yuz berish mumkinligini o'ttirib qo'ydi. Amerika istixborot doklatiga qaraganda, Xitoy prezidenti Xi Jinping 2027-yili Tayvanga hujum qiladi ekan. Xitoyning Parijda turishliq bosh elchisi Lu Shayning sobiq Sovet ittifoqi davlatlarining egilik huquqidan gumonlanishi Ukraina va Baltiq dengiz davlatlarida norozilik inkosi qo'zg'adi. Bosh elchi Shay qatnashgan bir televiziya programmasida Qrimning Ukrainaning zimini yoki emaslik to'g'risidagi savolga javob berib, Qrimning tarixda Rossiyaning bir qismi ekanligini va sobiq Sovet ittifoqi rahbari Xrushev tomonidan Ukrainaga berilganligini aytgan. Şayi mundaq degan, sobiq Sovet sotsialistik jumhuriyat davlatlarining xalqaro qonunda haqiqiy o'rni yo'q. Chunki ularning egilik huquqini yurgizish to'g'risida xalqaro shartnoma yo'q. Xitoy bosh elchisining so'zi Baltiq dengizidagi 3 davlat va sobiq Sovet ittifoqiga a'zo bo'lgan Ukraina, shundaqla u vazifa o'tayotgan Fransiyaning noroziligiga uchirdi. Koreya prezidenti Yoon Suk Seulning Xitoy bilan egilik huquq to'qinishida turayotgan Tayvan to'g'risidagi bayonoti ikki davlat o'rtasida jiddiylik paydo qildi. Yoon oldingi hafta Reuters agentligiga bergan bayonotida Tayvan bo'g'izidagi jiddiylikning kuchayishining Xitoyning hozirgi holatni zo'r kuch bilan o'zgartirishga urinishidan kelib chiqqanligini, Tayvan masalasining Xitoyning masalasi emas, balki Koreya yarim orlig'iga o'xshash xalqaro masala ekanligini aytgan.